23 savol. DNK'da 150 ta adenin bo'lib 10% tashkil qiladi. Adenin 10% bo'lsa guanin 40% bo'ladi, chunki ikkalasi 50% bo'lishi kerak. 150 imiz 10% bo'lsa, 40%imiz qancha? 600 ta bo'ladi. 600 ta guanin, 600 ta sitozin degani. Ikkalasi 750 bo'ladi. Ikkita zanjirda 2 ga ko'paytirsak 1500 ta bo'ladi. Fosfatdifir bog'i 2 taga kam bo'lguncha 2 dan ayirsak 1498 ta fosfatdifir bog'i bo'ladi. Vodorod bog' topish uchun guaninga umumiy nukleotid qo'shadigan bo'lsak, 600 ga 1500 ta vodorod bog' kelib chiqadi. Vodorod bog' kelib chiqadi. Vodorod bog'dan fosfatdifir bog'dan ayiradigan bo'lsak, farq kelib chiqadi 602. Javob D variant. 24. 1800 ta adenin bo'lib 40% tashkil qilsa, guaninga 10% qolyapti. 1800 imiz 40% bo'ladigan bo'lsa, 10% ni topolsak 450 bo'ladi. 450 ta guanin. 1800 ga 450 qo'ysak 2250 ta bitta zanjirda bo'ladi. 2 ga ko'paysak 4,5 ming ta bitta zanjirdagi nukleotid. 2 ni ayirsak 4498 ta fosfatdifir bog'i bo'ladi. Guaninga umumiy nukleotid qo'shsak, vodorod bog'i kelib chiqadi. 4950 ta vodorod bog'dan fosfatdifir bog'dan ayiradigan bo'lsak, farq 452 ta bo'ladi. Javob D variant bo'ladi. 25. 149 ta peptid bog'i bo'lsa deyapti. Peptid bog'lar oqsildan bittaga kam bo'ladi. Shuning uchun amino kislotani topish uchun birni qo'shib olamiz. 150 ta amino kislota bo'ladi. 150 ta amino kislota 3 ta nukleotid tashkil topgan bo'lsa, 3 ga ko'paysak 450 ta bu bitta zanjirda, 2 ni ko'paysak 900 ta bo'ladi. Ikkita zanjirda 900 ta nukleotid. Ikkita zanjirda adenin, timin, guanin, sitozin 900 ga 2 ga bo'lsak, bitta zanjirda 450, ikkinchi zanjirda 450 ekan. Timin 30% tashkil qilsa, sitozinga 20% bo'ladi. Sitozin qancha bo'lsa, guanin ham shuncha. Timin qancha bo'lsa, adenin ham shuncha bo'ladi. 450 imiz 50% bo'lsa, ya'ni 30 ga 20 qo'shib 50 bitta zanjirni aniqlayapmiz-da. 20% ni topib olsak, 180 ta ekan. 20% sitozin edi, 180 ta sitozin, 180 ta guanin bo'ladi. 30% ni topib oladigan bo'lsak, 270 ta adenin, 270 ta timin. 270 ga 180 ni qo'shsak, mana 450 ta shu yerdan kelib chiqyapti. Bizda javobda DNKdagi jami vodorod bog'lar toping. Vodorod bog' topish uchun guaninga umumiy nukleotid qo'ysak, vodorod bog' kelib chiqadi. Guaninimiz 180 ta edi, umumiy nukleotidimiz 900 ta qo'shsak 1080 ta bo'ladi. Javob A variant. 26. Oqsilda peptid bog'lar 109 ta. 109 ga 1 ni qo'shsak 110 ta amino kislota bo'ladi. 3 ga ko'paytirsak bitta zanjirda 330 ta nukleotid bo'ladi. 2 ga ko'paytirsak jami nukleotid ikkita zanjirda 660 ta bo'ladi. Ikkita zanjirga bo'lsa 330 tadan bo'ladi. Bizda timinda 30% degan, sitozinga 20% qoladi. 330 imiz 50% bo'ladigan bo'lsa, 20% ni topib olsak 132 ta. 132 ta sitozin bo'lsa, 132 ta guanin. 30% ni topib oladigan bo'lsak, 198 ta timin, 198 ta adenin. Bizda guaninga nukleotid qo'shadigan bo'lsak, vodorod bog' kelib chiqadi. 132 ta guanin, 660 ta vodorod umumiy nukleotid yig'indi 792 ta vodorod bog' bo'ladi. A javob. 27 da 229 ta peptid bog'. 1 ni qo'shsak 230 bo'ladi. 230 3 ga ko'paytirsak 690 ta nukleotid bitta zanjirda. 2 ga ko'paytirsak 1380 ta bo'ladi ikkita zanjirda. Bitta zanjirda 660 ta edi. 690 ta. Bunda ham 690 ta bo'lgan. Adenin 40% bo'ladigan bo'lsa, 10% qoladi. Guaninga 690 imiz 50%, 10% ni topib olsak 138 ta guanin bo'ladi. 138 ta guanin ekan. Bu tomonni topmasak ham qolganlarda ham bo'lardi. Chunki bizda vodorod bog' so'ralyapti. Vodorod bog' topish uchun guaninga umumiy nukleotid qo'shadigan bo'lsak, vodorod bog' kelib chiqadi. 59 ga 1 ni qo'shsak 60 ta amino kislota, 3 ga ko'paytirsak 180 ta birinchi zanjirda, 2 ga ko'paytirsak 360 ta ikkita zanjirda nukleotid. Demak 10 10 40 40 bo'lyapti. Demak bitta zanjirda 180 ta edi,
ikkinchi zanjirdan 180 ta. 180 imiz 50% bo'lsa, guanin 40% edi. Guanin topolsak 144 bo'ladi. Umumiy nukleotidga guaninni qo'shadigan bo'lsa, vodorod bo'lib kelib chiqadi. 360 ga guanin 144, jami 504 ta vodorod bor. Javob D varianti.